1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Kadastr agentligi Surxondaryo viloyati boshqarmasida ham bayram tadbiri tashkil etildi. Bunda Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmalari hamda Respublika Aerogeodeziya markazi Surxondaryo hududlararo bo'linmasida mehnat qilayotgan xodimlarning farzandlari ishtirok etishdi. Bayram tadbiri bolajonlar uchun qiziqarli va mazmunli dasturlarga boy tarzda tashkil etildi. Unda erta qahramonlar ishtirokidagi sahnaviy chiqishlar, interaktiv o'yinlar, quvnoq raqslar va turli ko'ngilochar bellashuvlar bolalarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Tadbir doirasida bolalar o'rtasida shaxmat va shashka musobaqalari ham o'tkazildi. Bellashuvlar davomida ishtirokchilar o'z bilim va mahoratlarini namoyon etib, zehn sinovida kuch sinashdi. Shuningdek, tadbir davomida rasm chizish tanlovi ham tashkil qilinib, unda bolalar o'z tasavvurlari orqali baxtli bolalik, oila mehri, vatanga muhabbat va tabiat go'zalligini ranglarda ifoda etishdi. Ijodkorlarning chizgan rasmlarda beg'ubor orzu-umidlar, samimiy tuyg'ular va keng dunyoqarash o'z aksini topdi. Tadbir yakunida musobaqa va tanlovlarda faol ishtirok etgan hamda g'oliblikni qo'lga kiritgan bolalar esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, tadbir davomida ishtirok etgan barcha bolajonlarga ham bayram sovg'alari topshirilib, ularning quvonchiga quvonch qo'shildi. Bugun bolalar bayrami bo'ldi. Dadam ishxonasiga keldik. Ertak qahramonlar bilan mazza qilib o'ynadik. Rasmlar chizdik. Biz juda ham xursandmiz. Hamma bayram bilan tabriklayman. Mana bugun 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Shu munosabat bilan bizda Surxondaryo viloyat Davlat kadastr palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasida ham ochiq eshiklar kuni bo'ldi. Unda xodimlarimizning farzandlari uchun bayram tashkil qildik. Qiziqarli o'yinlar, marafonlar bo'lib o'tdi. Sovg'alar berdik. Bolalarni xursandchiligiga hissa qo'shdik deb o'ylayman. Bolalarning baxtli va farovon hayotini ta'minlash, ularning sifatli ta'lim olishi va iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar yangi O'zbekistonda inson qadrini ulug'lash siyosati amalda o'z ifodasini topayotganidan dalolat beradi. Kadastr agentligi Surxondaryo viloyati boshqarmasida tashkil etilgan mazkur bayram tadbiri ham ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qilib, bolajonlarga unutilmas taassurotlarni ulashdi.